Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan limfa tugullarini paypaslash texnikasini ko'rib o'tamiz. Xo'p, limfa tugullari biz uchun nima uchun kerak? Limfa tugullarida biz tuberkuloz, onkologitik kasalliklar, yallig'lanish bir qancha kasalliklarda bizga birinchi belgi beradigan, ya'ni metastaz yoki bo'lmasam bu yerda yallig'lanish belgilarini namoyish qilib beradigan bu limfa tugullarimiz hisoblanadi. Misol uchun biz hozir ko'rib chiqadiganimiz jag'a osti, bo'yinda va omro usti va omro osti va qo'ltiq osti limfa tugullarini palpatsiya qilish texnikasini ko'rib chiqamiz. Bu amaliy ko'nikmamizni bemor misolida ko'rib chiqamiz. Buni bemorga oldin tushuntiramiz, amaliy ko'nikmamiz nimalardan iborat va nimalar qilish kerak. Tushuntirganimizdan keyin birinchi ko'radigan limfa tugulimiz, ya'ni boshning orqa qismidagi limfa tugullarini ko'rib chiqamiz. Elastik harakatlar bilan, yumshoqlik bilan boshning orqa qismidagi limfa tugullarini palpatsiya qilishda boshlaymiz. Limfa tugullar kattalashmagan, deyarli o'zgarish yo'q. Endi quloq orqasidagi limfa tugullarni palpatsiya qilamiz. Limfa tugullari aniqlanmadi, o'zgarish yo'q. Endi esa quloq osti limfa tugullarini palpatsiya qilamiz. Quloq osti limfa tugullarida ham o'zgarish yo'q. Endi jag'a osti limfa tugullarini palpatsiya qilamiz. Jag'a osti limfa tugullarini palpatsiya qilishda o'ng tomonni ko'rish uchun bemor boshini egamiz. Hamma barmoqlarimiz orqali chuqur kirib borgan holatda limfa tugullarini ushlashga harakat qilamiz. Agar o'zgarish bo'lsa, bemorda limfa tugullar qattiqlashgan, elastiklik yo'q holatda ko'rishimiz mumkin. Hozir unaqa o'zgarish yo'q. Endi chap tomonga harakat amalga oshiramiz. Chuqur kirib borgan holatda bemorda boshini chap tomonga egib, elastik harakatlar bilan amalga oshiramiz. Limfa tuguli aniqlanmadi. Endi iyak ostidagi limfa tugullarni aniqlashda bemorning boshini oldinga egishini so'raymiz va bir qo'limiz bilan tekshirishni boshlaymiz. O'zgarish aniqlanmadi. Endi bo'yin muskullarida joylashgan, bo'yin muskallarining yonida joylashgan limfa tugullarini palpatsiya qilib ko'ramiz. Hamma barmoqlarimiz orqali, to'rala barmoqimiz orqali palpatsiya qilishni boshlaymiz. O'zgarish aniqlanmadi. Endi limfa oldi, ya'ni bo'yin oldi limfa tugullarini palpatsiya qilib ko'ramiz. O'zgarish aniqlanmadi, limfa tugullar yo'q. Keyingi palpatsiya qiladigan limfa tugulimiz bu, ya'ni omro usti limfa tuguli hisoblanadi. Omro usti limfa tugulini biz yumshoq harakatlar orqali limfa tugullarini palpatsiya ko'ramiz. O'zgarish aniqlanmadi. Bu yoqni ham palpatsiya qilib ko'ramiz. O'zgarish aniqlanmadi. Endi omro osti asosan biz unchalik ko'rmaydi, faqat limfa tugullari haddan tashqari kattalashib ketgan holatda omro osti limfa tugulini palpatsiya qilib ko'ramiz. Omro osti limfa tugullarida ham o'zgarish yo'q, limfa tugullari aniqlanmadi. Endi qiladigan limfa tugulining palpatsiya bu, ya'ni bemor qo'lini o'zimizga nisbatan teskari holatda qilib turib, qo'ltiq osti limfa tugulini palpatsiya qilib ko'ramiz. Yuzaki chuqur. Yuzaki aniqlanmada chuqur palpatsiya qilganimizda bemorda hech qanday limfa tugulini o'zgarishini aniqlamadik. Bunisini birinchi yuzaki chuqur holatda ko'ramiz. Limfa tuguli aniqlanmadi. Bundan tashqari biz amaliyot o'tkazish uchun bemorda cho'g' sohasidagi limfa tugullarini palpatsiya qilish maqsadga muvofiq. Nima uchun palpatsiya qilamiz? Biz nima uchun deganda, ya'ni yallig'lanish kasalliklarida, onkologitik kasalliklarda, oitis, VICH va shunga o'xshash kasalliklarda immun tizimimiz faollashning hisobiga bu yerda limfa tugullari shishini hosilarini ko'rishimiz mumkin. Agar sizda shunaqa muammolar kuzatilayotgan bo'lsa, poliklinika tizimidagi doktorlarga murojaat qilishingizni tavsiya etib qolamiz.